Assalomu alaykum. Hurmatli Shabot avto kanali obunachilar, do'stlar, sizlar uchun arzon narxda Damas topib qo'ydik. 2007-yil holati zo'r holatdagi kraskalari родной 200 ming kilometr yurgan zo'r holatda turibdi do'stlar. Motor, ходовой коробкasi idealniy состоянияda, metan gazlari bilan 4 dona balon ham zo'r holatda turibdi. Narxi do'stlar 27 million so'm. Bemalol barter variantidan xohlasangiz bank qilib ham chiqarib beramiz. Holati zo'r holatda, hamma narsasi joyida turibdi. Bilasizlar, O'zbekiston uchun zo'r sharoitda ishlab chiqarilgan avtomobil do'stlar. Olasizlar, xohlasangiz taksi qilasizlar, xohlasangiz xo'jalik uchun haydab yurasizlar do'stlar. Like bosib chetdan chiqmasangiz bir qator videoni ko'rib tomosha qilamiz seni. Zo'r holatdagi Damas avtomobili 2007-yil, bilasizlar, bu jundiki chiqqan xili bo'ladi buni. Zavodskoy 200 ming kilometr yurgan, holatlari yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Verbena zang joylari bor do'stlar, bilasizlar, shuncha yillik avtomobil. Metan gazlari toza bo'lgan. Bemalol olib haydasangiz bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Oyoq qo'yib chiqadi ular ham bor ekan. Ko'taradinglar. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar. Maytafollari bor. Ko'rishingiz mumkin. Hamma sidinasi joyida turibdi. Bir odam olib haydalgan avtomobil bu do'stlar. Prямо egadan kelib turibdi. Pastda prямо egan nomerini qo'yib qo'yaman. 27 million so'm narxi do'stlar. Zo'r. Narx ham zo'r, o'zi ham zo'r do'stlar. Родной 2007-yil 27 million so'm. Like bosamiz videoni, Damas zabigilariga tashlab qo'yamiz do'stlar.